Kızlar bugün biz Avusturya'ya geldik. Mana keşkep yataklarga o'rlashib, mana bugun kunlikdimi, mana putum pojo qilay deb mana tayyor bo'lib turibdimi. Men yana pojo qilganda Zilayyaning mana shu xil tamlik ma put o'rdiqini avag'andim mishadim shunchalik atigan yaqi shundajıq yelak bil to'lib mingib putlar degan og'rib, yana mishadim yana men shu Zilayyaning put o'rdiqini avoldim. Bekshi payzi adiqni chiqirdi ballaslar ko'z tuqayga. Shunda payzi. Mana 3 xil tam. Birsi Zapaniki, birsi Sinjaniki, birsi ma aytsa 3 xil. Acayip payzi vallahi mana tayyor qildim. Endi men putamni chilab, bir o'rdiqimni adiqimni chiqaraygan. Mushunda kommunash holati chiqdi qizlar. Mushunda vaqtlarda top turinglar. Mana ko'rdinglarmi? Mana salsizlar birdamda mushundaq tayyor bo'lib turdi. Ko'rdinglarmi mushunda 3 pomzakni savatdim. Hozir 3sini mushunda ta'mi chiqdi. Acayip adiqni chiqirdi jumon qizlar. Mushunda qalati chiqdi, jumilib miliq chiqdi, qizil, seriq, yeshil 3 chiqdi. Buni anadikin mush ta'mi chiqib bo'lgandan keyin, balanglarni yundirib bo'lgandan keyin badallarini chaqvasanlar bo'ldi, o'zinglarni chaqansanlar bo'ldi. Bu badandagi namlik ne deydi? Shunda payzi bala put o'rdiqimiz Zilayyaning. Seriq qarog'i isvatdim, jum 3sining bahosim shunchalik azan. Anadikin adat put yuydigan organlar basanglar necha pul yuyslar putanglarni. Ma shunchalik xosman chiqdi, 3 putlikni xil uzun ishlataysizlar. Seriq qarog'i isvatdim, qachdan avvalanglar.